Topik imtihoni ikkita bo'limga bo'lingan. Biri IBT bo'lsa, ikkinchisi PBT. PBT bu biz biladigan klassik paper based, ya'ni qog'ozda asoslangan imtihon bo'ladi. IBT deganimiz bu internet based. Lekin internet degani bu uydan topshiraman degan topik emas. Belgilangan joyda, belgilangan vaqtda, belgilangan kompyuter oldiga o'tirib, siz o'sha kompyuterda testni bajarishingiz kerak bo'ladi. Klassik PBTda 300 ball beriladi. Savol turlari tikki hamda ilkida 50 tadan hamda sigida 4 ta savol beriladi. Umumiy yig'ish mumkin bo'lgan ball esa bu 300 ball. IBT imtihonda esa tikkida hamda ilkida 40 tadan savol, ya'ni 10 taga kamroq, plus buni ustiga sigida ham savol kamroq 3 ta. Lekin buni evaziga sizdan vaqt olib qolishadi. Ya'ni ilkimiz 70 daqiqa o'rniga 55 daqiqa, tikkimiz 60 daqiqa o'rniga 45 daqiqa. Lekin sigi bo'limida bunda ham 50 daqiqadan vaqt beriladi. Savol turi kamroq bo'lsa-da, yozish koreyscha klaviaturada bo'lganligi sababli odamlar qaysi harf qayerda ekan deb qidirmasin deb ozgina ko'proq vaqt berib qo'ygan. Birinchi bo'limimiz tikki. Sizga o'zingiz naushnigingiz, ya'ni quloqchiningizni beradi va mana shu quloqchinda siz hamma sizga tegishli savollarni eshitishingiz mumkin bo'ladi. Bu vaqt ekraningizda esa taymer, imtihon tugashigacha ko'rsatadigan vaqt, savol turi tugashigacha qolgan vaqt hamda testingizni o'zi bo'ladi. Bitta minus tarafi bor, agar shu taymer tugaydigan bo'lsa, demak savol turini siz bajarishga ulgurmadingiz degani va birinchi testdan ikkinchi testga avtomatik tarzda o'tib ketiladi. Bunaqa holatda siz ballingizni yo'qotib qolaysiz. Barcha testlarni bajarib bo'lganingizdan keyin esa sizga 2 daqiqalik tanaffus beriladi. Bu tanaffus vaqtida ko'chaga chiqishingiz mumkin emas. Bundan tashqari hojatxonaga ham chiqish mumkin emas. Shuning uchun vaqtdan, imtihondan oldin unumli foydalanib olishingiz kerak. Ikki bo'limini hammasini tugatganingizdan keyin siz ilk bo'limiga o'tasiz. Ilk bo'limida ham savol soni 40 ta bo'ladi. Lekin qog'ozli turdan ko'ra bu ancha katta farqlarga ega. Birinchi farqi Kanadara haqida gapirib bermoqchiman. Kanadarada agar biz bilsak, ketma-ketligi belgilangan variantlarda topishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham u Kanadara deb ataladi. IBT imtihonida esa bu ketma-ketligini siz mishka orqali bo'limlarga qo'yib, tekstni o'zingiz tuzishingiz kerak bo'ladi. Bitta plus tarafi birinchi variant doimo ko'rsatib turiladi, qayerda joylashgan ekanligi. Bundan tashqari boshqa test savollarida ham variantni tanlaydigan bo'lsangiz, o'sha savol tekstga qo'yiladi va sizga yaqqol misol qilib ko'rsatiladi. Bu tekstda qanaqa so'z qayerda turganda qanaqa ko'rinadi. Shunaqasiga u so'z o'tgan mantiqan to'g'ri keladimi yoki yo'qmi bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Ilk savol turida tikkiga nisbatan bitta plus tarafi bor. Bu shundaki, bironta savolni tushunmaydigan bo'lsangiz, u savolni keyinroq bajaraman deb o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'ladi va oxirida shu savol turiga qaytib kelib boshqatdan bajarib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Buni ustiga agar siz geniy bo'lsangiz va tezda savollarni hammasini bajarib tashlaydigan bo'lsangiz, siz tezroq sigi bo'limiga o'tib ketishingiz mumkin bo'ladi. Sigi bo'limida shunday qilib bitta plus hamda minus taraf bor. Siz ilk bo'limni tugatib bo'lsangiz, birdaniga sigiga o'tishingiz mumkin bo'lishi bu plus. Lekin boshqa tarafdan kimdir geniy bo'lsa, odam imtihonni tezroq tugatib klaviaturada pechat qilishni boshlashi mumkin. Buni tovushi siz hali ilkini tugatmagan bo'lsangiz, sizga xalaqit berishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, siz tikki bo'limida quloqchinni yechmasdan tugatib, ilkida ham xuddi shu quloqchin bilan boshqalarga xayolingiz bo'lmasdan ilk savollaringizni bajarish maslahat beriladi. Darvoqe. Ilki bo'limidan sigi bo'limiga o'tguncha ham katta tanaffus bo'lmaydi. 2 daqiqalik tanaffus bo'ladi xolos. Sigi bo'limimizda savol turi 3 ta. Birinchisi 51, hamma biladigan savol turi, oddiygina hayotda bo'lib turadigan voqealarni gapiriladigan savol turi. Keyingisi 53 grafiklar bo'ladi va undan keyingisi cho'ja beriladi. Sizga mavzu beriladi. Mana shu mavzuni yoritib, tekst yozib berishingiz kerak bo'ladi. 52 savol turi paper basedagi savol turi bo'tga kirib kemalgan. Lekin ayrim talabalar koreys klaviaturasini birinchi marta ko'rganligi sababli ular harflarni topolmasligi mumkin. Shuning uchun ham ular 50 daqiqa bo'lsa, 50 daqiqa bu yerda ham qoldirishgan. Menga o'xshagan yozuv xunuklar uchun bu yaxshi yangilik, chunki siz kompyuterda yozganingizda husn-xatingizga qarab o'tirishmaydi. Barcha bo'limlarni bajarib bo'lganingizdan keyin sizga statistika beradi. Qaysi savollarga javob berdingiz, qaysi savollarga javob bermadingiz, siz javoblaringizni ko'rsatadi. Birorta javobga bu yerda ta'sir ko'rsatib bo'lmaydi. Ya'ni birorta narsani bosib to'g'rilayman desangiz to'g'rilab bo'lmaydi. Va agarda siz bu imtihonlarga bepul tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. QR kod ekraningizda bo'ladi.